Assalomu alaykum. Bu apparat o'zi nima qiladi? Assalomu alaykum. Bizani InBody apparatimiz odamni o'zini bo'yiga qarab turib individual tana hajmida bo'lishi kerak bo'lgan mushak massasi, yog' massasi hamda suv qancha bo'lishi kerakligini ko'rsatib beradi. Buni natijalariga qarab turib biz siz bilan to'g'ri va sog'lom ozishga harakat qilamiz. Keling, men sizga hozir uni natijalarini bo'lishim mumkin. Hozir biz sizga tahlil natijalarini aynan 5 hafta oldingi tahlil natijalari bilan taqqoslangan holatini ko'rsata olamiz. Xo'sh, bu yerda mana o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin. Grafa shakllantirilgan. Bu yerda bemorning 5 hafta oldingi tana vazni 86 kg va bugungi kunda 78 kg tushgan. Mushak massasi hisobiga biroz kamayish kuzatilgan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. 23 dan 22.6 ga tushgan. Tanani 5 hafta oldingi ko'rsatkichi bo'yicha tanani 50% ni tashkil qilgan yog' miqdori hozirgi kunda 46% ga kamaygan. Mumkin bemorimizni bo'yiga nisbatan olinganda tanada bo'lishi kerak bo'lgan suvni hajmi qancha bo'lishi kerakligi va aslida qancha borligini ko'rsatish mumkin. Oqsillarni, proteinni o'zlashtirish darajasini ko'rsatib bera oladi. Suyak ko'magiga nisbatan olganda minerallarni o'zlashtirish darajasini ko'rsatib bera oladi. Hamda bemorimizni bo'yiga nisbatan olganda tanada bo'lishi kerak bo'lgan yog' miqdori 17 kg, ayni damda bemor tanasida 36.8 kg yog' borligini ko'rishimiz mumkin. Siz biz bilan to'g'ri va sog'lom ozishingiz mumkin.